Konteyner mahsulotlari narxini yirtib tashlaymiz. Akalar, ukalar, narxlar tushibdi, vo'bsha arzon bo'lib ketdi. Konteynerda pollari 1 kvadrat 50 ming so'mdan tortib, bu yo'q o'sha eng zo'rlari 110 ming so'mgacha ekan, kebob ketaverasizlar. Konteynerda mana bu listlariga keladigan bo'lsak, 1 kvadratli yon listlarimiz 198 ming so'm, tom listlarimiz qadrdonlar narxi 100 ming so'mdan eng zo'ri, sifati zo'ridan, ya'ni birinchi sort bo'ladi. Bundan tashqari 93 lik konteynerda shivillari bir donasi 25 ming so'm, shunday emas ekan? 25 ming so'm. Laygalarga keladigan bo'lsak, standart laygalarimiz narxi 78 ming so'm, bitta tomoni katta, bitta tomoni kichkinasi 74 ming so'm, o'rtasida qovurg'asi bo'ladigan bo'lsa, ustaka qovurg'asi bor. 88 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlar. Konteynerda ruchkasiga keladigan bo'lsak, kichkinasi 45 ming so'm, kattasi 55 ming so'mdan. Konteynerda eshikbozlari, qadrdonlar narxi kattasi 115 ming so'm, kichkinasi 105 ming so'mdan ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Bularimizni kvadrati 98 ming so'm, mana bularimizni kvadrati narxi 100 ming so'mdan. Butun konteynerlar 12 metrliklari narxi 1500 dollar, 6 metrliklari esa 700 dollardan boshlanadi ekan. Manzil Farg'ona bo'yida Dehqonoboddan bo'lyapti. Bozor va biznes kanalidan chiqdim deganlarga yana kelishtirib beriladi. Albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.